Endi Big Mac payvandlash turlari bo'yicha xalqaro sertifikatni qo'lga kiritish imkoniyati mavjud. Buning uchun siz sertifikat servis xizmati korxonasiga imtihon topshirib, mazkur xalqaro sertifikatni qo'lga kiritishingiz mumkin. Ushbu sertifikat ISO 9606 xalqaro standartlashtirish talablariga mos keladi. Arizalar qabul qilish 3-iyul kunidan boshlanadi. Joylar soni 100 tagacha chegaralangan. Imtihonga kirish uchun sizdan ariza, fotosurat, pasport nusxasi va shartnomani imzolash talab qilinadi. To'lovlar amalga oshirilgandan so'ng imtihondan muvaffaqiyatli o'tgan fuqaro xalqaro sertifikatga ega bo'ladi. Imtihondan o'ta olmagan fuqarolar uchun esa sertifikat servis xizmatida o'qish kurslarida ta'lim olish imkoniyati beriladi. Albatta, Yevropada 1500 dan 2000 yevrogacha maosh olish eng yaxshi imkoniyat. Hurmatli fuqaro, fursatni qo'ldan boy bermang. Batafsil ma'lumot uchun murojaat qiling.